Tovuq filetini to'g'rab pishirishga qo'yganimdan keyin tayyor mahsulotlarni to'g'rashni boshladim. Birinchi salat payini o'zim xohlaganimdek to'g'rab oldim. Keyin cheri pomidorini ikkiga bo'lib oldim. Orada pato nonini ko'rib turganingizdek to'g'ri, olivkoviy yog', tuz va qizil paprika solib gazda qizartirib oldim. Bu salatga 10 bedana tuxumini ikkiga bo'lib soldim. Yarim tayyor salatni muzlash uchun xolodilnikka soldim. Orada kir mashina ham ketkazolmayotgan kirlarni baby poрошокga ivitib qo'ydim. Ko'pchilik baby mani kirlarimni yaxshi tozalamayapti deydi. Lekin обязательно qilinishi kerak bo'lgan narsa bu shaqillab turgan qaynoq suvga babini eritib olib, keyin kirlarni solish kerak. Instruksiyasida 2 soatgacha turish mumkin deyilgan, lekin mana rezultat 1 soat o'tar o'tmasdan shunaqangi toza qilib qo'ydi kirlarimni. Mashina ham ketkazolmaydigan mana shunaqa kirlarni ketkazsam shunaqa mazza qilaman. Qizlar, sizlar ham shunaqamisizlar? Mana Cezarni Cezar qiladigan joyi, Cezarni sous solish. Kimdir o'zi tayyorlaydi, kimdir tayyorni sotib oladi. Men Heinzkini ishlataman. Agar o'zingiz qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, retseptini qoldiraman. To'g'ri zo'r pishibdi. Bu bo'lsa kirlarimiz qurigan holati. Qaranglar, assaram qolmadi qora dog'lardan. Agar sizda ham xuddi shunaqa meniki muammo bo'lsa, siz ham обязательно babydan ishlatib ko'rishingiz kerak.